bittachiga bosib qo'ysalaring, xudo xolasa qishi bilan beminnat maza qilib yedirasizlar mollarga. Narxlari ancha qulay. Xudo xolasa mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Saroydamiz. Hurmatli akalar, ukalar, bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tuman Sariqishloq sentridagi somonlar narx-navolarni yoritib beramiz. Bu yoqda qancha bo'lyapti? Bu yoqda qancha bo'lyapti? Shular bir qator yoritib beramiz. Holatlarni ko'ringlar obunachilar. Yaxshi uzun 1 metr 1.10 atrofida. Xohlasa bir 150 ta 200 ta boshikilar. O'zlari ma'lumotlar bilamiz. Qolgan nechta bor edi? 230 ta bor ekan. Uzunliklar qanaqa? 1.10. Narx qanchadan? Narx 13 ming ekan obunachilar. 13 ming. Tog'a telefon nomerini bir qadar aytib berasizlarmi? 77 lik. 153 53 93. Xudo xolasa obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Nech bilamiz? 13 mingni. Xudo xolasa kamiga o'tib berishadi. Mana obunachilar narxi arzon qulaydan qidirganmidilaring. Soni nechta aka? Soni 200 ta akalar. Xudo xolasa tomni to'ldirib olib qo'yadigan variantdan ekan-da. Uzunliklar qanaqa? Uzunligi qancha? Necha metr? 1.10 ag'bag' obunachilar. Somonni sifatlariga alohida ahamiyat berasizlar. Mana dastavkalari ham, xudo xolasa dastavkalarni ham qilib berishar ekan. Mana. Uy bo'lsa bo'ldi yetib boradi deyishyapti, xudo xolasa. Ama narxlarni eshitamiz. Tog'a narx nech bilandingiz? 12 ming so'mdan. Telefon nomerini aytib bering-chi? 94 lik. 500 596 48 96. Oldu. Ha. Obunachilar mana. Shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bedapirsmi, somonmi, hammasini borib yetkazib berishirgan. Mana keyingi mashinalarimiz, obunachilarimiz yana bu yerdan soni serop ekan. Ertamanda kelishgan mana. Ancha narsa bor ekan bu yerda mana. Narxi arzon, qulay deyishyapti. Dastavkalari xudo xolasa, dastavkalarda muammo yo'q. Bu akalarimiz xudo xolasa Qo'qon Andijondan kelib sotishyapti. Tog'a soni nechta bor edi? Tog'a nechta soni? 170 ta ekan soni, xudo xolasa obunachilar. Olib turib, men bir bittachiga bosib qo'ysalaring, xudo xolasa qishi bilan beminnat maza qilib yedirasizlar mollarga. Narxlari ancha qulay, arzon bo'lib qo'ygan. Endi xudo xolasa dala poliyada olishga harakat qilamiz. Poliyada necha pul, beyda necha pul, xudo xolasa yoritib beramiz keyingi videolarimizda. 93 lik telefon nomerlarimiz. 694 7117. Obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Soni nechta edi aka? 203 ta ekan. Xudo xolasa obunachilar mana videolarimizni yetamiz. Obunachilar yana yangi somonlarimiz. Xudo xolasa. Obunachilar olib turib sraz biriga topaman degan videolarimizga og'il to'ldirib. Aka soni nechta ekan? O'zingiz ismingiz. Soni 57 ta. 157 ta. Uzunligi qanaqa aka? 120. Narxi necha pul? 12 ming so'mdan. Azinaga ham telefon nomerini aytingchi. 93 lik. 245 24 80. Xudo xolasa obunachilar aloqaga chiqaverasizlar. Narxi arzon. Xudo xolasa ancha arzonlab qolibdi somonlar. Ba'zi joylarda 13 ming aytishyapti. Endi 12 ming ekan bor deyishyapti. Soni 157 ta ekan. Endi keyingilarga o'taylik.
Edem Serap ekan. Oblansizlar mana. Egalar yo'q ekan shunda, egalar uxlab qolishibdi. Soni 200 bosh atrofida, xudo xolasa. Sheriklarga telefon qilsalaring, bular bilan bemalol bog'lansa bo'lsa kerak. Uni keyingi mashinalarni yursak. Baydan bir 130 bosh, yo 130 dona atrofida bo'lsa kerak. Qolgan narxi nechi puldan? Ha. 13 ming so'mdan kam bor ekan narx. Telefon nomeri qanday qo'yadi? Telefon nomeri. Kechiradi, sotib. O'zingiz ko'rinmaysiz. Xudo xolasa obunachilar. Sheriklari bilan bemalol aloqaga chiqib telefon qilsang, bemalol bog'lanaverasizlar. Mana Serap ekan. Shu bilan obunachilar videolarimizga yakun yasaymiz. Sariqishlaydi. Hamma perslarni yoritib berdik. Videomizda xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman.